ham shuni yozasiz. Biz qanday chaqamiz? E'tibor beringlar. Kitobda yozishga e'tibor beringlar. Ki i bilan tugatyaptimi? Birinchi urg'u uni bilan. Xo'p, demak, i ga qisqa yozilgan. Qisqa bo'g'in hisoblanadi. Top qanaqa bo'g'in? Yopiq bo'g'in. Shuning uchun qanaqa hujjat? Cho'ziq hujjat hisoblanadi. Xo'p, endi bu hozir so'zning boshida kelganligi uchun qisqa hijoylik hisoblayapti. Endi ko'ringlar. Kitobni deganchaga to'g'ri. Ki qisqa hijot, top cho'ziq hijot, ni yana cho'ziq hijot hisoblanadi. Xo'p, endi savol nima bo'ladi? Ustoz, ki deganda ham i bilan tugadi, ni deganda ham i bilan tugadi. Nima uchun bunisi cho'ziq, bunisi esa qisqa bo'yda? Qo'yib yozinglar, 3 ta qoidasi bor. Birinchi qoidasi: agar so'z oxirida kelsa,